Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qarshingizda bizlar uchun jamoasi. Xo'p, birodarlar, eslatma qatori shu yilning aprel oyining oxirlarida, may oyining boshlarida O'zgan shahrida WhatsApp gruppalaridan, Instagram, Telegramlardan bir xabar tarqadi. O'zgan shahrida Qo'shqo'rg'on mahallasida 57 yoshlik Oydinaxon onamizni zarur bir tezlik bilan operatsiya qilishlik, jigarini almashtirishlik kerak deb akamiz o'zi farzandlari, o'g'illari murojaat qilib chiqqan O'zgan xalqiga. Buni eslayapsizlar, agar eslamaganlarning videolari bor. Shu video murojaatlar orqasidan Allohning izni bilan O'zgan xalqini yordami bilan bir qancha birodarlar, bir qancha akalarning xizmatlari va akamiz o'zi ham bor butun sotgan holatda pul miqdori yig'ilib, onaxonimiz bugungi kunlikda Hindistonda operatsiya muvaffaqiyatli amalga oshirib, o'zini farzandi aka, kichik ukalari o'zini jigarini berib, Allohning izni bilan operatsiyalar bo'lib o'tibdi. Endi bu video murojaat nimaga chiqyapti degan savol tug'iladi ko'pchilikda. Bu video tarqadi, akalar murojaat qilishdi, O'zgan xalqida shunaqa videolar tarqadida. Bizga ham shunaqa so'rovlar ko'p keldi. Bizlar uchun jamoat shu videoni qilmadinglar, chiqarmadinglar, xabaringlar bo'lmadimi? Akalarimiz bilan kelib hozir gaplashib qoldikda. Ayrim sabablarga ko'ra bizga murojaatlar yetib bormagan. O'sha mahalda bizni jamoamiz ham boshqa ishlar bilan shug'ullanib kelganligi uchun bular bizga murojaat qilishlikdan yoki hijolat bo'lgan yoki bir ma'lumotlar bizga yetib kelmagan. Mana bugun kunlikda murojaat qilishib o'zimizga aloqaga chiqishdiki, bugun aka aytib telefon qilib, uyimni sotmoqchiman, shuni e'lonini chiqarib beringlar dedi. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz, tinchmisiz? Aka, uyni sotish kerak edi desangiz, uynichi. Banisaga pul yetmayapti yana. Shunga uyni video qilib bera olasizmi? Video qilib bersa so'ralardi. Tinchlikmi aka, nima bo'ldi? Qanaqa holat deb kelganimizda operatsiyalar bajarilib, onaxonimiz inshaalloh hozircha salomatchilik holatida O'zganga kelish arafasida ekan, pul miqdori yetishmovchilikka yana qaytib kelib qolgan. O'zi asli aka boshlanganida $22,000 dan $25,000 ga ketadi deganida operatsiyaga. Shu operatsiyaning puli nechta pul to'plandi o'zi asli videodan kelgan? O'zingiz nechta pul to'pladingiz? O'zimiz har qayerdan pullar keldi. $10,000 dan oshiqroq o'zimizdan to'plandi. To'pladingiz? O'zimizdan, ha. Keyin qarindosh urug'lardan keldi. Umumiy Hindistonga nechta pul bilan ketdi? $30,000 bilan. Hozir shu yetadigan yeriga yetib to'xtadi, ya'ni pullar tugadi. Pullar tugadi. Shu yashab turgan xonadonini bu yerda adashmasam 3 aka-uka yashaysizlar. Ha, 3 aka. Shu yerda bitta xonadonda o'zi asli birodarlar 3 ta aka-uka yashaydi. Endi shu xonadonda ham hozir onada endi akamizning onasi, har bittamiz onamiz bor. O'zi ashi boshida ham uyimiz sotani chiqarganida xabaringlar bor. Lekin Alloh izni bilan yordami bilan shu xonadon qolib qolib, pullar yig'ilib, onaxon ketgan edi. So'zimni qisqa qilaman, hozirgi kunlikka kelib $5,000 dan $8,000 ga dovur pul miqdori yetishmovchilik bo'lyapti. Birodarlar, mana yaqinda ustozimizni, domlamizning videosini qo'ygan edik. Mashallah, O'zgan xalqi jonbozlik ko'rsatib, pul miqdorlarini yig'ib, yaqinda video qo'ydik, xabaringlar bor. Ustozimizni ham jarrohlik amaliyotga jo'natmoqchimiz. Nima demoqchimiz birodarlar? Kelinglar. Ko'p ketib oziq qolgan holat kelib qoldi. Shu arzimagan pulga bitta xonadon sotilib ketmasin deb xabarni eshitib keldik akalar oldiga. Akamiz o'zini shaxsiy raqamlarini qo'yamiz. Birodarini, o'zini ukasini, o'zini emmaklarini qo'yamiz. Bu arzimagan pul o'zi aslida kim uchundir? Biz uchun arzimagan pul inshaalloh. Buni ishonch komil, iymonimiz komil qilib aytayapmizki, shu pul miqdorini yetkazib, to'plab olsak, birodarlar, bitta harakat qilib, videolar tarqatsak, e'lonlarni bersak, onaxonimiz, birodarimiz bilan birgalikda eson omon vataniga, o'zini xonadoniga kelib olsa. Va eng asosiysi shu xonadon o'zini buyumi, o'zini xonadoni o'ziga qolsa degan umidda shu videoda murojaatini chiqaryapmiz. Birodarlar, arzimagan $5,000, $10,000 pul juda ko'pchilik birodarlarimizda yo'q o'zi asli. Shu sabab bitta xonadonni sotishlikka o'zi arzimaydi. Shu xonadonni saqlab qolishlik birinchidan. Ikkinchidan shu onaxonimizni eson-omon shu Hindistondan olib kelib olishlik. Hozir yo'l kirasiga dovur, yashashiga dovur pul qolmadi deyapti. Shuning uchun iloji yo'q. Arzimagan pul bo'lsa ham shu uyni sotay deb akamiz yeng shimarib harakat qilayotgani o'zi mashalloh deyishlik kerak. O'zi har bitta farzand onasi uchun shunaqa xizmat qiladi. Shuning uchun O'zgan xalqidan, birodarlarimizdan, doim bizni qo'llab-quvvatlab kelayotganlardan iltimos qatori va o'zini bir yelkasidagi vazifa va burch qatori iltimos qilamizki, birodarlar, kelinglar. Shu ishni ham shuncha ish bitib ketyapti, bitirib olishni iltimos qilamiz. Inshaalloh o'zi ozgina qolgan yeriga yana yel shimarib xalqdan yordam so'rashlik o'zi bo'lmaydi o'zi asli. Shuncha yordam so'rab chiqib, akamiz ming hijolatda turibdi. Onasi ekan, nima bo'lsa tayyorman men deyapti. Bor butunni sotdim uka deyapti. O'zi shu kunga birodarlari, qavm qarindoshlari, do'st yo'llari yordam bergancha bergan. Yana bitta misol qilib aytamiz. Bugungi kunda o'zida bir yerdan qarz olib, shunaqa qilib bitiryapman uka ishlarni deyapti. Alloh taolo yordam bersin, inshaalloh buni o'rnini ziyodasi bilan to'ldirsin. Va sizlarga ham birodarlar, har bitta bergan so'minglar, pulinglar, yordaminglar o'rnini baraka qilib xonadoninglarga qaytarsin, o'zingizlarga qaytsin. Doim duodamiz. Shu yordam bergan birodarlarimiz ham duoda. Inshaalloh noumid qilmaysizlar degan umiddamiz. O'z umidimiz Allohdan. Kelinglar birodarlar, yana bitta harakat qilib
Yordamlardan bittasi shu videoni saqlab qolib boshqalarga jo'natishlik birinchisi, ikkinchisi qo'limizda bor miqdorda puldan berishlik. Hech bo'lmasa shu videoga like bosib boshqalarga tarqatishga ham yordam bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.